Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 68. sure Qalam. Mekkede nazil bo'lgan 52 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Nun, qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Muqarrarki sen albatta o'ksimas savobga erishsan. Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan. Kelgusida qaysonlarning majnun ekanligini sen ko'rsan. Ularni ko'rdi. Shubhisizki, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquvchilarni obdan biladi. İnkar qiluvchilarga itoat qilmag'in. Ular sening o'zlari bilan madara qilishingni, shuning bilan o'zlarining sen bilan madara qilishini orzu qiladi. Qasamxo'r, pas, g'ayvatxo'r, suxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmag'in. Bizning oyatlarimiz uningga o'qib berilsa, uning mol-mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. Uning burnini dog'lab belgi solamiz. Shubhisizki, biz ularni ya'ni Makka mushriklariga o'xshash vahiyni inkor qilganlarni, ma'lum bog'ning egillarini sinagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Ular yana bog'ning egillari uning mevalarini kambag'allar o'qimasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardil uzib olishga qasam ichishgan edi. Ular Alloh xolisa demagan edi. Ular uxlayotganda boq Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib qop-qora kuldek bo'lib qoldi. Ular agar mevalarini uzmoqchi bo'lsanglar, boqqa beringlar deb aytganda bir-birini tovlashdi. Ular mangdi, yo'lda ketib o'tib, bugun boqqa hargiz bir miskinmi kirmasin deyish pichirlashdi. Ular miskinlarni boqqa kirishdan to'siy olaymiz degan o'y bilan aytganda turishdi. Ular bog'ning kuyib qop-qora kul bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qilibdik. Yo'q, biz bog'ning mevasidan qurib qopdik dedi. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi, sizlar nimishqa Allohga tavba qilib, tasbih etmaysizlar demaganmidim dedi. Ular Parvardigorimiz, seni pok deb e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini ma'ni qilish bilan haqiqatan zulm qiluvchilardan bo'ldik dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarashib, o'zaro malomat qilishdi. Ular deyishdi: "Voy holimizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. Umidki Parvardigorimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan umid qiluvchilarmiz. Azob mana mushundaqdir. Ya'ni Qurayshga bog' egilariga tushgan azob tushudi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi teqimi qattiqdir. Taqvodorlar Parvardigorining dargohida haqiqatan noz-ne'matli jannatlardan bahramon bo'ladi. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. Sizlarga nim bo'ldi? Qandoqsiga mundaq hukm chiqarsizlar? Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xoliqinglar bor deganni o'qidinglarmi? Yoki sizlarning hukm qilgan narsanglarning bo'lishi uchun biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt to'shadigan mahkam bir aqd tuzishganmi? Ulardan so'rab boqqanki, ularning orasida qaysisi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklari bormi? Agar ular da'vosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib boqsin. U kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashadi. Ular iymonini sinash uchun sajda qilishga chaqiriladi. Ular sajda qila olmaydi. Ular qo'rqinchdan tikilib qaramaydi. Ularga xorliq yuzlanadi. Ular dunyoda sog'lom chog'larda sajdaga da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortadi. Bu Qur'onni inkor qilganlarni menga qo'yib o'tgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ularga muhlat beraman. Shubhisizki, mening tadbirim puxtadir. Yoki ulardan diniga da'vat qilganingga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini og'irlashtiryaptingmi? Yoki ularning yendi g'ayib, ya'ni g'ayibni ichiga olgan lavhul mahfuz bor bo'lib, ular aytganlarini shuningga yozamdi? Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Oldirang'uliqda, zerkaklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmag'in. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin oldi Parvardigoriga iltijo qildi. Agar u Parvardigorining ne'matiga erishamasa edi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q bir dalga tashlangan bo'ladi. Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi.
Uni yaxshilardan qildi. Kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarda sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlar bilan seni yiqitib etishga tasqaladi. Seni shubhasiz bir majnun deyishidi. Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun vaz nasihatdir.